qaralayotgan mazkur yo'nalish nafaqat jahon miqyosida, balki mamlakatimiz sharoitida ham so'nggi 10 yilda katta o'sishga erishdi. Bunda O'zbekistonda tibbiy radiologiya maktabini yaratgan taniqli olim professor Shuhrat Ergashevning xizmati katta. Sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashni bosh maqsad qilgan Beverly Believer kompaniyasi ham o'zining biologik faol qo'shimchalari bilan xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti manbalariga ko'ra, dunyo bo'ylab 18 mingga yaqin xastalik hayotimizga xavf solishi mumkin. Afsuski, ulardan 4 mingga yaqinigagina samarali davo bor xolos. 14 mingdan ortiq kasallikka hozircha to'liq davo yo'q. Faqatgina profilaktika va nazorat qilish usullari bor xolos. Kasallik paydo bo'lganida uni davolashdan ko'ra oldini olish samarali natija beradi. Radiologiya inson salomatligini saqlash, mustahkamlash, sog'lom turmush tarziga o'rgatuvchi fan sanaladi. Mazkur yo'nalishga yurtimizda asos solinganiga 10 yil to'ldi va bu yo'nalish hozirda anchagina rivojlanib ulgurdi. Insonlar qaysi dorini nima sababga ko'ra qabul qilishni va kasallik profilaktikasini davolashdan ko'ra oson va natijadorroq ekanini tushunib yetmoqda, deydi O'zbekistondagi tibbiy radiologiya asoschisi Shuhrat Ergashev. O'zi tibbiyotning asosiy vazifasi kasallikni oldini olish. Shuning uchun mana shu radiologiya yoki preventiv tibbiyot deymiz. Preventiv degani bu oldini olish. Respublikamizda taraqqiyotiga rivoj topishga harakat qilyapmiz. Vrachlarni o'qityapmiz. Ko'proq davolashdan oldin sizlar kasallikni oldini olishlaringiz kerak. Ya'ni maqsad bitta. Yoshlarga shuni yetkazishimiz kerak. Yoshlar o'zini sog'lig'iga qarash kerak. Yoshlar o'ziga mana jismoniy salomatlikka, ruhiy salomatlikka agar e'tibor bersa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Yaponiya mahsuloti sanalgan Beverly Believer kompaniyasining biologik faol qo'shimchalari ham sog'liqni mustahkamlash, kasalliklarni oldini olish va insonlarning hayot sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.